tez kelib, tez sotiladigan mahsulotimiz keldi. Lekin ko'pchilik internetga ishonmaydi, hamma mashinik deb o'ylaydi lekin. Keling ko'rsating. Bu Kokanning o'zidan Primo kelgan. Mana, Kokan yozilganmi? Mana Kokan. Bolt tamom, все. Demak, Kokanning o'zida ishlab chiqarilgandan keyin mahsulot ham original bo'ladi. Bu nima deyadigan bo'lsangiz, bu qora ko'zlar bu. Qora ko'zlar. Qani qora ko'zlar bor, buni ko'rib turgan qora ko'zlar. Yoki ko'k ko'zlar ko'rib turibmi? Farqi yo'q. Hamma ko'rish mumkin. Bu video hamma uchun ochiq. Shu qora ko'zlar, bu meni nomi bu. Siz xafa bo'lmang, ko'k ko'z deganimga, qora ko'z deganimga. Shuning nomi shunaqada. Bu nimaga foyda? Ko'zni ravshan qiladi, ko'z toliqishini oldini oladi. Undan tashqari ko'zni oziqlantiradi, kataraktani oldini oladi. Hozir ko'pchilik telefonda o'tiradi, kechgacha 1gacha, 2gacha, to'g'rimi? Lekin shu o'ta yomon odat shu. Ular albatta olib shunda ishlatish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ko'zi kundan kunga minuslashib, pluslashib, batallashib boraveradi. Keyin yosh katta otaxon, onaxonlar bor. Ular nima qilish kerak? Oddiygina zararsiz shundan sutish kerak. Kechqurun yotishdan oldin mana buna klassda o'zi mushkambarga o'xshash bo'ladi. Oddiygina. Mana, bo'ldi, все, osongina. Kundan kunga ko'zingiz ravshanlashib, ochilib boraveradi. Ranglarni yaxshi ajratadigan bo'lasiz. Xatlarni to'g'ri o'qiydigan bo'lasiz. Birni 11 qilib ko'ryapsizmi yo yo'qmi? Shu birni 11 qilib ko'radiganlar bo'lsa, albatta olib ishlating. Endi buni narx haqida, instruksiya haqida ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyaga qara ko'z yozing, qara ko'z.